Do'stlar, barchaga salom. Hammangizni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi uchrashuvimizda efirda Dmitriy Razumovskiy. Uchrashuvimiz taxminan 1 soat davom etadi. Imkon qadar tezroq imkoniyatlar haqida qisqa va mazmunli taqdimot qilishga harakat qilamiz. Formula Xpol. Bizning platformamiz Liberman aka-ukalarning gongki loyihasi Ging tokenlarni mayning qilish puli va spikerlarimizni qutlashdan mamnunman. Igor, Sergey, sizlarni qutlayman. Salom, Dmitriy. Ha, hammaga salom. Ha, slaydlar ko'rinyapti. Hammasi joyida. Xo'sh, oz vaqtida ulanishga ulgurganlar uchun bizning promo-rolikni ko'rsatdik. Ha, u YouTube kanaliga yuklanadi va har bir hamkorimiz uchun ochiq bo'ladi. Bugun saytimizda juda muhim yangilanishlar amalga oshirildi. Ularga keyinroq to'xtalamiz. Hozirda siz qancha investitsiya kiritganingizni, qaysi pulda ekanligini, ishlayotganini yoki yo'qligini, qancha Ging tokenlari hisoblanganini va qancha kutilayotganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bularning barchasi platformamizda onlayn rejimda aks etadi. Keling, Ging tokenini qanday qilib oson va sodda qazib olishni, nima uchun kerakligini va bu bizga nima berishini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, bugun sizni bo'lajak tadbirlar, uchrashuvlarimiz, yo'l xaritamiz, Formula platformasini rivojlantirayotgan qisqa 3 hafta ichida nimalarga erishganimiz haqidagi muhim yangiliklar kutmoqda. Savollaringizga javob beramiz va misollar bilan ko'rsatamiz. Shunday qilib, barchamiz sun'iy intellekt dunyosiga kirib bormoqdamiz. Bu allaqachon hayotimizning bir qismiga aylandi. Bu qachondir bo'ladigan yoki bo'lishi mumkin bo'lgan narsa emas. Bu allaqachon bugungi kunda, ayni damda mavjud haqiqatdir. Kimdir bu imkoniyatlardan foydalanadi, kimdir esa yo'q. Bugungi kunda odamlarning atigi 0,4%, ya'ni yarim foizdan ham kamroqga sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanmoqda. Va bu odamlar quvnoqroq, boyroq, maqsadliroq, samaraliroq va natijadorroq bo'lib bormoqdalar. Ularning hayoti ilmiy-iqtisodiy taraqqiyot o'zgarishiga mos ravishda keskin o'zgarib bormoqda. Yaxshi yangilik shundaki, ko'pchilik buni hali anglab yetmagan. Biz siz bilan shu yerdamiz, shuning uchun keling, bir-birimizni tabriklaylik. Bizni ushbu uchrashuvga taklif qilganlarni tabriklaylik. Biz buni anglaymiz, shuning uchun bu bizga ma'lum afzalliklar beradi va daromad olish ufqlarimizni kengaytiradi. Barchamizga ma'lum bo'lgan infratuzilmaviy tokenlarni misol qilib keltiraman. Bular yangi texnologik infratuzilmani o'zgartirgan yoki yaratgan va kapitallashuvi $10 milliard tashkil etuvchi tokenlardir. Biz millionlar haqida emas, balki milliardlar haqida gapiryapmiz. Solana tokeni nisbatan yaqinda chiqdi. Ha, yana hali 10 yildan ko'p vaqt o'tgani yo'q. U mikrotranzaksiyalar, arzon tranzaksiyalar, tezkor blokcheynning yangi bozorini ochdi va kapitalizatsiyani o'rnatdi. Eng yaxshi vaqtlarda u yerda deyarli $80 milliard ga yetdi. BIM token Binance kompaniyasidan bonuslar bozori, rag'batlantirish bozori, chegirmalar bozorini ochdi va shunga ko'ra, token birja bilan birga o'z bozor ulushini egalladi va kapitalizatsiya u yerda deyarli 115 milliard bo'ldi. Ripple kompaniyasining FRIP tokeni bank to'lovlari, bank o'tkazmalari dunyosini ochdi. Butun bir infratuzilma yaratilmoqda. 130 milliard. Ethereum tokeni bizga smart kontraktlarni ochib berdi. Dasturchilar uchun yangi tokenlar, tangalar, blokcheynlar, mos keluvchilarni chiqarish imkoniyatlarini ochdi. O'z o'rnini egalladi. 500 milliard dollar eng yuqori nuqtasida deyarli $0,5 trillion. Va token Ging Gond protokolidan Gond token. Demak, u uchun bir necha barobar katta istiqbollar mavjud. Shunga ko'ra, u avvalgi tokenlarga qaraganda bir necha barobar ko'proq salohiyatga ega. Bitta oddiy sababga ko'ra. Bu token ochadigan bozor milliardlar bilan emas, trillionlar bilan o'lchanadi. Bu trillionlik bozor. Ya'ni u yaqin bir necha yil ichida 15 trillion va undan ko'proqqa yetishi mumkin. Va ushbu trillionlik bozorda
Ging tokenlari Gond platformasi tokenlari miqdori allaqachon ma'lum bo'lgandi. Ya'ni ushbu tokenning osish salohiyati qanday daromad keltirishi mumkinligini qanday hisoblaymiz? Xo'sh, agar Gond protokoli atigi 3% ni egallasa, ushbu bozordan 15 trilliondan, u holda uning narxi $150 ga yaqinlashishi mumkin. Agar u ushbu bozorning 2% ni egallasa, $600 gacha. Agar u 10% ni egallasa va nafaqat Gond protokoli shunday markazlashmagan ekotizimni yaratishiga imkoniyatlar bor. Balki bozorga boshqa ishtirokchilar ham keladi. Ya'ni Gond kimdir bilan raqobatlashishga to'g'ri keladi. Bugungi kunda u raqobatdan tashqarida. Ya'ni bu yetakchi, bu top, bu lokomotiv, bu xuddi muz yorar kema kabi. Ha, u yo'l ochib beradi. Albatta kimdir uni takrorlaydi. Ha, lekin u 15 trillionlik bozorning hech bo'lmaganda 10% ni egallagan taqdirda ham uning salohiyati $3000 ga chiqishi mumkin. Xo'sh, bunga qancha vaqt kerak bo'ladi? 3, 5, 7, 10 yil. Biz bilmaymiz. Muhimi bizda mo'ljal bor. Sun'iy intellekt bozori hozirda cheksiz rivojlanmoqda va osishining choqqisida turibdi. Va Gond protokoli egallashi mumkin. Ushbu bozorning katta qismini. Ya'ni ushbu ikki komponent tokenning potensial ravishda juda yaxshi daromad keltirishiga olib keladi. Bugun biz ushbu tokenni qanday olishni, bu qanchalik osonligini va formula platformasi yordamida buni qanday qilishni ko'rib chiqamiz. Keling, nima uchun buni qilayotganimizni tushunib olaylik. Bitcoin nisbatan yaqinda 17 yil oldin paydo bo'lgan. Lekin hozir ham hamma undan foydalanayotgani yo'q. Har bir uy bekasi qandaydir Bitcoin borligini biladi, ha. Lekin hamma undan foydalanmaydi. Robot ishlab chiqaruvchi Elon Muskning aytishicha, demak 2040-yilga borib robotlar odamlardan ko'p bo'ladi. 2040-yil qachon bo'ladi? Bu qanchalik uzoq? Xo'sh, bugungi kundan boshlab bu 3 yildan keyin. Bu uzoqmi yoki tezmi? Buni o'zingiz hal qiling. Ya'ni Bitcoin 17 yil oldin paydo bo'lgan. Bu yaqindadek tuyulishi mumkin, lekin shunga qaramay, allaqachon 17 yil bo'ldi. Robotlar soni esa odamlar sonidan oshib ketadi. 13 yildan keyin. Ya'ni bu ancha yaqinroq. Ya'ni bu voqea ancha yaqinroq. Va bu robotlarning barchasi u yerdagi 7, 8, 9 yoki 10 milliardlab robotlar. Sayyoramizda sun'iy intellekt yordamida boshqariladi va ularga xizmat ko'rsatiladi. Ushbu sun'iy intellekt qayerdadir oqishi, qayerdadir xulosalar chiqarish kerak. Yana vazifalarni bajarish, qayerdadir ma'lumotlarni qayta ishlash kerak. Bularning barchasi ma'lumotlar markazlarida sodir bo'ladi. Ma'lumotlar markazlari bozori shunchalik tez o'syaptiki, kelajakda sun'iy intellektdan foydalanmaslikning iloji bo'lmaydi. Umuman olganda, bu bozor, sun'iy intellekt sohasi, ma'lumotlar markazlari bozori, sun'iy intellekt hisob-kitoblari bozori kriptoindustriya bozoriga qaraganda ancha tez rivojlanmoqda. Ya'ni bir necha barobar o'sish. Agar kriptoindustriya bozori erishgan bo'lsa. Bugungi kunda 3 trillionga, u holda sun'iy intellekt bozori 15 trillion va undan ko'proqqa yetishi mumkin. Demak, hozircha u ozib ketmagan. Kriptovalyuta bozoridan, lekin biz ko'ryapmizki, 2027-yilda u undan ozib ketadi. 28-yildan 30-yilgacha u bir necha barobar o'sadi va shunga mos ravishda undan ancha ozib ketadi. Kichik bir muammo bor. Bugungi kunda barcha ma'lumotlar markazlari va butun sun'iy intellekt modellari bilan bog'liq barcha asosiy mahsulotlar 5 ta yirik korporatsiya qo'lida to'plangan va afsuski, ularning barchasi bitta davlat qo'lida. Ya'ni Amerikaning 5 ta korporatsiyasi butun sun'iy intellektga egalik qiladi va kelajakda sun'iy intellekt uchun. Hozir ko'pchiligimiz oyiga $29 yoki $20 to'layapmiz. Keyinchalik bu narx oshishi mumkin. Keyin esa sun'iy intellektdan foydalanadigan odamlar boshqa odamlarga qaraganda ko'proq afzalliklarga ega bo'lishadi. Bu hozirning o'zidayoq sodir bo'lmoqda. Keyinchalik internetsiz bo'lgani kabi usiz ham umuman yashab bo'lmaydi. Ya'ni bugungi kunda hayotni internetsiz tasavvur qilish juda qiyin. Kelajakda esa sun'iy intellektsiz ham uni tasavvur qilib bo'lmaydi. Va bizda tanlov bor. Yoki biz ushbu 5 ta.
Korporatsiyaga qaram bo'lamiz yoki sun'iy intellekt muqobil ssenariy bo'yicha rivojlanishi, markazlashmagan ma'lumotlar serverlarida rivojlanishi va bu 5 ta korporatsiyaga tegishli bo'lgandan ko'ra inson uchun qulayroq bo'lishi imkoniyati paydo bo'ladigan biror narsa yuz beradi. Va aynan mana shu imkoniyatni aka-uka libermanlar o'zlarining protokollarida taklif qilishdi. Gonka. Gonka bu butun dunyodagi barcha kuchli ma'lumotlar markazlari va kompyuterlar egalarini birlashtiradigan platforma. Yagona global tarmoqqa sun'iy intellekt modellarini arzonroq, tezroq va qulayroq ishga tushirish va yaratish uchun. Yana arzonroq, yana Google va Amazon kabi gigantlar, bu qimmat. Texnikani ular nazorat qilishadi va o'z ma'lumotlar markazlariga begona dasturchilarni kiritishmaydi. Ya'ni hatto biron bir begona dasturchi o'zining muqobil sun'iy intellekt modelini yaratmoqchi bo'lsa ham, u kamida 25 million dollarlik yaratishi kerak. Ma'lumotlar markazi, ya'ni uni qayergadir joylashtirish kerak. Uni hisoblash quvvatlari bilan to'ldirish kerak. Ya'ni ularni qayerdandir buyurtma qilish kerak. Odatda bu video zavodi. Ularni kutish kerak, navbatda turish kerak. Va mana inson qaror qilgan paytdan boshlab o'zining sun'iy intellekt modelini ishga tushirishga, aytaylik, qandaydir yirik investor uni o'z ma'lumotlar markazida ishga tushirguncha qaror qabul qilishdan ishga tushirishgacha kamida 1 yil o'tadi. Gonka protokoli bu imkoniyatni hal qiladi. Bir zumda. Ya'ni o'z sun'iy intellekt modelingni ishga tushirishga qaror qilishing bilan uni hoziroq API orqali Gonka protokoliga ulanib ishga tushirishing mumkin. Va darhol sen ma'lumotlar markazlarini qurmasdan, protokol tomonidan birlashtirilgan quvvatlarga kirish huquqini olishing mumkin. Gonka yagona global tarmoqqa. Va darhol sening sun'iy intellekting, agar sen dasturchi bo'lsang, ma'lumotlarni qayta ishlash, o'rganish, hisob-kitoblarni amalga oshirish va umuman olganda barcha afzalliklarga ega bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Ya'ni bir zumda tarmoqqa ulanish. Shunga ko'ra 100% foydali ish koeffitsiyenti. Boshqa tarmoqlardan farqli o'laroq, u yerda energiya tarmoqning o'zini qo'llab-quvvatlashga behuda sarflanadi. Gonka holatida quvvatlarning 100% aynan ma'lumotlarni qayta ishlashga, aynan sun'iy intellektning ishlashiga sarflanadi. Va ushbu tarmoq juda tez kengayadi. Bugun siz u qanday tezlikda o'sayotganini bilib olasiz. Shuning uchun bu protokol, bu 5 ta korporatsiyaga qaramlikdan chiqish imkoniyatidir. Bu imkoniyat inson uchun ko'proq erkinlik olish. Bu imkoniyat. Bilasizki, suv yuqoriga oqmaydi, u pastga oqadi. Ya'ni inson har doim o'zi uchun samaraliroq, iqtisodiy jihatdan foydaliroq, unumliroq yechimlarni topadi. Gonka protokoli aynan shu haqida. Bu tashqi dasturchilarga erkinlik berish, foydalanuvchilarga sun'iy intellektni tezroq, foydaliroq va arzonroq usulda olish imkoniyatini berish haqida. Va bu amalga oshishi uchun Gonka tarmog'i osishi zarur. Dasturchilar Gonkadan foydalanishlari va o'z murojaatlarni, hisob-kitoblarni biz bugun gaplashadigan Ging tokeni orqali to'lashlari kerak. Gonka hisoblash quvvatini haqiqatda yangi Bitcoinga aylantiradi. Xo'sh, yangi bitkoinlar va yangi bitkoin yaratish haqidagi va'dalar ko'p bo'lgan. Lekin hamma ham bunga erisha olmagan. Mana aka-uka libermanlar Gonka protokoli bilan ba'zi odamlarga o'z texnikasida pul ishlash imkoniyatini yaratishdi. Bu biz, ya'ni maynerlar, biz taqsimlangan texnikada mining orqali Formula X mining puli yordamida daromad olishimiz mumkin. Boshqalarga esa, ya'ni dasturchilarga sun'iy intellektni ulkan xarajatlarsiz va vaqt sarflamasdan rivojlantirish imkonini beradi. Sergey, so'z sizga. Rahmat, Dmitriy. Xo'sh, keling, Gonka haqida kimlar gapirayotganini ko'rib chiqamiz. Gonka haqida ma'lumotlar juda ko'p. Oskar Hartman, bilasiz, u tadbirkor, milliarder, coach, u haqida podkastlar ishladi. Margulan Seysenbayev ham, adashmasam, podkastning o'zidayoq 1 million dollarga yaqin investitsiya kiritdi. Aleksandr Sokolovskiy, millionlab obunachiga ega bloger. Gleb Solomin, millionlab obunachiga ega bloger. Bu haqda Forbes yozmoqda, Binance yozmoqda va mana yaqindagina hatto Bloombergda intervyu chiqdi. Ya'ni bu loyihani yaratgan yigitlar, aka-ukalar juda ochiq va ommaga ma'lum insonlar. Va ehtimol yaqin orada biz ham ular bilan Zoom orqali birgalikda uchrashuv o'tkazamiz. Keling, aka-uka libermanlar Danir va David kimligi haqida batafsilroq to'xtalamiz.
Bundan 3 oycha oldin men o'zim ham ular haqida umuman hech narsa bilmasdim. Lekin Gonka nimaligini va uning ortida kim turganini bilganimda, bu loyiha 2026-2030 yillarning eng yaxshi loyihalaridan biri bo'lishini tushundim. Demak, bu yigitlar Rossiya-Amerika seriyali tadbirkorlari, investorlar, texnologik kompaniyalar asoschilari Silikon vodiysida ishlashgan. Yoki Kremniy vodiysi deb ham atashadi. Ular kengaytirilgan reallik loyihalari sohasida ishlashgan. Va shunday xizmatlardan birini Snapchatga 60 million dollarga sotishgan. Ularning loyihalari tajribasi bugungi kunda taxminan 400 millionga baholanmoqda. Va ular aynan sun'iy intellektni markazlashtirish g'oyasini taklif qilishdi. Hammaga ma'lumotlarni mustaqil o'rganishni tavsiya qilaman. Ular Wikipediyada va hamma joyda ochiq foydalanishda bor. Gonka token yoki Gink nima o'zi? Bu uning birjalaridagi tikeridir. Lekin bu shunchaki kriptovalyutadan ko'proq narsa. Bu bugungi kunda sun'iy intellekt uchun yoqilgidir. Ushbu infratuzilma qanday ishlaydi? Ya'ni Gink tokenining o'zi tarmoq ichidagi universal hisob-kitob birligidir. Infratuzilma Dmitriy aytganidek quyidagicha ishlaydi. Biz ijaraga beramiz. Biz Gonka loyihasi uchun bu serverlari ko'rinishida quvvatlarni taqdim etamiz. Sun'iy intellekt ushbu quvvatlardan hisob-kitoblar uchun foydalanadi va biz buning uchun Gonka tangalarida mukofot olamiz. Shunga ko'ra, sun'iy intellektga soroflar, vazifalarni hal qilish uchun inferenslar yubormoqchi bo'lganlarning barchasi buning uchun Gonka bilan to'laydilar. Yaqinda kechagina ma'lumot chiqdi. Boshqa sun'iy intellektlar bilan solishtirilganda, Gonka sun'iy intellektining hisob-kitoblari boshqa har qandaydan 70 baravar arzonroq ekan. Ya'ni tushunyapsizmi, loyihada qanchalik katta salohiyat bor? Gonkani mustaqil ravishda mining qilishni boshlash uchun nima kerak? Xo'sh, birinchidan, bu haqda ochiq manbalarda ma'lumotlar bor. Siz GitHubga kirib, kodni olishingiz, uni o'rganib chiqishingiz. Dasturchilarni yollashingiz, serverlarni sozlashingiz, ijaraga olishingiz va hokazo. Lekin buning uchun ma'lum bilim va ko'nikmalar talab qilinadi. Ya'ni, agar tushunmasangiz, mutaxassislariga haq to'lashingiz kerak. Ular oyiga kamida $5000 va undan ko'proq turadi. Bitta GPU uchun kamida $35000 turadigan uskunani ulash kerak. Sanoat ma'lumotlar markazida joy, serverlarni kecha-yu kunduz monitoring qilish va nazorat qilish, qayta sozlash, yangilash kerak. Ya'ni, bu juda katta ish. Bu alohida biznes jarayoni. Biz Formula kompaniyasi sifatida Gonka miningida vaqt va mablag'ni minimal sarflagan holda ishtirok etishga qanday yordam bera olamiz? Ya'ni bu mining puli bo'lib, u yerda har qanday odam $25 dan boshlab quvvat yuborishni boshlashi mumkin. Bu qulay platforma orqali juda oddiy kirish. Bu professional kecha-yu kunduz xizmat ko'rsatish. Ya'ni kompaniya barcha vazifalarni o'z zimmasiga oladi va mutaxassislari yordamida optimallashtirish va o'z vaqtida yangilash orqali tangalar soni maksimal bo'lishi uchun sozlamalarni amalga oshiradi va mijozlarni doimiy qo'llab-quvvatlash. Endi esa Igordan formula haqida, bu qanday pul ekanligi va u qanday ishlashi haqida gapirib berishini so'rayman. Sergey, rahmat. Formula puli o'zi nima? Ya'ni biz har qanday odamga Gonka tokeni miningida ishtirok etish imkoniyatini beradigan pulmiz. Uskunalar, sozlamalar va texnik jarayonlarga qo'shimcha sarmoya kiritish zaruratsiz. Ya'ni biz bozorning barcha asosiy muammolarini hal qiladigan pulmiz. Aynan qaysilarini? Bugungi kunda bu miningga kirish tavsiga juda yuqori. Bu birinchisi, ikkinchisi. Bu yuqorida Sergey aytganidek, qo'llab-quvvatlashni sozlashning murakkabligi. Mana shu juda. Ishtirok etishni boshlash uchun nima qilish kerakligi ustidagi ko'p qatlamli sozlash, shuningdek, xususiy vazifalarni hal qilishda beqarorlik mavjud. Shuning uchun biz ko'pchilik investorlar Gonka tokeni miningida pul ishlashni xohlashini, lekin infratuzilma bilan shug'ullanishga tayyor emasligini ko'rdik. Va biz formula sifatida bu barcha vazifalarni o'z zimmamizga olamiz. Xo'sh, biz nima qilamiz? Birinchidan, biz butun infratuzilmaning to'liq siklini taqdim etamiz, ya'ni Gonka nodalarini o'rnatamiz, xizmat ko'rsatamiz va ulaymiz. Foydalanuvchilar ishtirokisiz. Barcha GPU yuklamasini optimallashtiramiz. Hisob-kitoblarni tashkil qilamiz, ya'ni quvvatlarni professional boshqarishni ta'minlaymiz. 24/7 ish vaqti, monitoring, texnik nazorat. Hammasi sanoat darajasida.
uzluksiz barqaror ishni ta'minlaymiz. Shuningdek, shaxsiy kabinetda siz shaffof iqtisodiyotni, hisob-kitoblarning aniq hisobotini, qazib olingan GING tokenlarning taqsimlanishini ko'rasiz. Va investorlar uchun hamyonbop kirish, mayningni hatto $25 dan boshlash mumkin. Ishni qanday boshlash kerak? Birinchisi, o'z akkauntingizni yaratish. Sizni bu ma'lumotni tinglashga taklif qilgan odamdan so'rang, undan havolani oling, ro'yxatdan o'ting. Formunaq saytida o'zingiz uchun qulay va ma'qul bo'lgan ishtirok etish muddatini tanlang. Ehtimol sizga ishtirok etish litsenziyasini sotib olishingiz kerak bo'ladi va litsenziya faollashgandan so'ng mablag'ingizni mayningga kiritasiz. Siz GING tokenini olasiz va uni shaxsiy kabinetingizda ko'rasiz. Qazib olish natijalari tarmoq ishlash parametrlari va siz tanlagan litsenziya asosida shakllanadi. Litsenziya bu uskunada mayningni faollashtirish kabi gap. Ya'ni litsenziya sotib olmasligingiz ham mumkin, jadvalda ko'rinib turibdi, lekin u holda uskunaga, mayningga faqat bir marta $500 kiritishingiz mumkin. Agar siz ko'proq, masalan $8000 mayningga kiritmoqchi bo'lsangiz, 500 ustga litsenziya sotib olishingiz kerak. Litsenziyaning o'zi esa yiliga bir marta to'lanadi va 1 yil davomida amal qiladi. Bundan tashqari, sotib olingan litsenziyani hisobga olgan holda, uning narxiga qarab siz har oy GING tokenlarda airdrop yana sovg'a olasiz. Litsenziyalar qanday ishlaydi? Ya'ni foydalanuvchi balansini to'ldiradi. Barcha mablag'lar 10.000 ustidan pullarga birlashtiriladi va pulni ishga tushirish uchun navbat shakllanadi. Kutish asosan 7 kundan 14 kungacha davom etadi, lekin bizda u taxminan 3 kundan 10 kungacha o'zgarib turadi. Va shundan so'ng butun infratuzilmada pul ishga tushiriladi va GING tokenlari hisoblanadi, hisoblab boriladi. Pul bir oy davomida ishlaydi. GING qazib olish prognozi bozor holatini hisobga olgan holda shaxsiy kabinetda yangilanadi. Shundan so'ng olingan tokenlar 180 kunga muzlatiladi. Har hafta tokenlaringizni yechib olishingiz mumkin. Muzdan tushirish esa har kuni 180 dan bir qism miqdorida amalga oshiriladi. Mana biz ijaraga oladigan mayning uchun ma'lumotlar markazlari qanday ko'rinishga ega? Bular Nvidia 100 va 200 sanoat ma'lumotlar markazlaridir. Ko'rib turganingizdek, Sergey yuqorida aytganidek, agar buni mustaqil qilmoqchi bo'lsangiz, qancha xarajat qilish kerak? Va men aytganimdek, ushbu jarayonda ishtirok etishingiz qulay bo'lishi uchun hammasini o'z zimmamizga olamiz. Sergey. Rahmat, Igor. Xo'sh, keling, nima uchun GING yoki GONKA tokeni yuzlab va minglab barobar daromad keltirish salohiyatiga ega ekanligi haqida gaplashaylik. Xo'sh, birinchisi, loyihaning ko'lami. Sun'iy intellekt bozori trillionlik bozor. Bu tushunarli. Ikkinchi jihat, 1 milliard GING miqdoridagi cheklangan taklif. Bu yangi tangalar bo'lmaydi. Bu emissiyasi cheklangan boshqa kriptovalyutalarga o'xshaydi. Shuning uchun talab taklifdan oshib ketganda, odatda narx yuqoriga ko'tariladi. Nima uchun narx o'sadi? GING bu to'lov birligi. Ya'ni u sun'iy intellekt hisob-kitoblari uchun utilitar token sifatida ishlatiladi. Ushbu hisob-kitoblar eksponensial ravishda o'sib bormoqda. Har kuni minglab, millionlab odamlar sun'iy intellektga kirib, soriflar yuborishadi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt agentlari va modellari ham soriflar yuborishadi va hisob-kitoblar uchun to'lashni xohlashadi. Ya'ni hatto sun'iy intellektning o'zi ham o'ziga kerakli hisob-kitoblar uchun to'lashi mumkin. Shunga ko'ra, bu doimiy ravishda o'sib boradi va qaysidir palloda. Talab maynerlar yarata oladigan taklifdan oshib ketishi mumkin. Bu yerda ham halving modeli qo'llaniladi, ya'ni GONKA yaratilishida Bitcoin protokoli ishlatiladi. Shuning uchun halving modeli Bitcoindagi kabi bir xil. Shunga ko'ra, ma'lum vaqtdan keyin, taxminan 4 yil o'tgach, ishga tushirilgan paytdan boshlab emissiya 2 barobar kamayadi. Qazib olish qiyinlashadi va shunga ko'ra, bu ham narxni yuqoriga ko'taradi. Yangi tokenlar tobora kamayib boradi. Ular hisob-kitoblarda va hokazolarda qo'llaniladi. Bundan tashqari, investorlar, holderlar, maynerlar ham ma'lum miqdordagi tokenlarni o'z manzillarida saqlashadi. Shu bilan taklifni kamaytirishadi. Va mana shu uzoq muddatli samara yaqin orada narxni ancha yuqoriga ko'tarishi mumkin.
Gink tokenlari. Rivojlanish sur'ati bo'yicha Gonka Bitcoin'dan 20 barobar oshib ketmoqda. Ya'ni, masalan, Gonka infratuzilmasi 3 oyda Bitcoin 7 yilda bosib o'tgan yo'lni bosib o'tdi. Farqi juda katta. Gonka Bitcoin 7 yilda qilgan ishni 3 oy ichida amalga oshirdi. Bu aql bovar qilmaydigan holat. Loyihaga allaqachon $250 million yaqin sarmoya kiritilgan. Bitcoinga yillar kerak bo'ldi. Gonka esa bu yo'lni tez bosib o'tdi. Shuning uchun yaqin orada katta o'sish bo'ladi deb o'ylaymiz, chunki hali yirik birjalarda. Listing ham bo'lmadi. Mining iqtisodiyoti. Xo'sh, boshida loyiha ishga tushishi bilan bu o'tgan yil oxirida kuzda edi. Va mining tannarxi bir tanga uchun taxminan 20 sentni tashkil etardi. Hozirgi tannarxi esa taxminan 0.55. 0.65 sent atrofida. Ya'ni bu allaqachon 2-3 barobar ko'p. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Jarayon ko'lamini tushunib, qancha ko'p maynerlar qo'shilsa, hamma uchun shuncha kam taqsimlanadi va tannarx oshadi. Hozir esa maksimal miqdordagi tangalarni mayning qilib olishning ayni vaqti. Mayning va tokenlarni blokdan chiqarish sikli qanday ko'rinishga ega? Xo'sh, demak, Gonkaning. Tokenomikasiga ko'ra, siz bu ma'lumotni ochiq manbalardan Gonka loyihasining saytiga kirib olishingiz mumkin. Qidiruvga yozing. U yerda loyiha tavsifi va tokenomika bor. Demak, bu yerda tizim qanday ishlaydi? Pul mayningga tushganda, kompaniya avval pul yigilish va uskunani ijaraga yuborish uchun tanaffus, vaqt oladi. Bu pul qanchalik tez yigilishiga qarab 1 kundan 14 kungacha davom etadi. Keyin mayning boshlanadi. U taxminan 30 kun davom etadi va tangalar shaxsiy kabinetga tushadi. Siz ularni ko'rasiz, keyin hamyonga chiqarib olish mumkin. Ammo tokenomikaga ko'ra, ular 180 kunga muzlatilgan va har kuni 180 dan bir qismi ochiladi. Masalan, bugun ma'lum miqdorda tanga qazib olindi. Ertadan boshlab ularning 180 dan bir qismi ochila boshlaydi. Shu tariqa 180 kun ichida ular to'liq hamyoningizga, manzilingizga tushadi. Ulardan o'z xohishingizga ko'ra foydalanishingiz mumkin. Sotishingiz, saqlashingiz yoki sun'iy intellekt hisob-kitoblari uchun ishlatishingiz mumkin. O'xshatish qiladigan bo'lsak, biz hozir xuddi 2011-yildagidekmiz. Xuddi vaqt mashinasida Bitcoin narxi eng past bo'lgan davrga qaytgandekmiz. Va bizning oldimizda barcha eshiklar ochiq. Ya'ni grafikka qarang, u qayerga olib borishi mumkin. Lekin Bitcoin buni 17 necha yilda qildi? 14-15 yil ichida. Gonka buni 1-2 yilda amalga oshirishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq qaror qabul qilishingiz kerak. Xullas, shu bilan so'zni Dmitriyga beraman. Dmitriy. Rahmat Sergey. Bitfury Mining puli bosh direktori va hammuassisi. Bitcoin mayningi uchun uskunalar ishlab chiqaruvchi Valeriy Vavilov platforma hammuassisi bo'lishga qaror qildi. Gonka protokoli. Token sotib olish uchun $12 million sarmoya kiritdi. Gonka 0.6 narxida. Hozirda mining taxminan shu narxda amalga oshirilayotganini tushunish muhim. $0.6. Demak, 20 million token, tabiiyki, bundan boylik orttirish, bozorni egallash va bozorni monopollashtirish uchun. Keyinchalik Bitfury Mining uchun uskunalar ishlab chiqarishga qaror qildi. Aynan Gonka uchun. Ya'ni u o'z vaqtida Bitcoin mining uskunalari ishlab chiqarishda yetakchi bo'lganidek. Buning uchun unga biroz vaqt, 10 yillar kerak bo'ldi. Shunga ko'ra, u hozir Gonkani mining qilishga qaror qilmoqda. Nafaqat unga egalik qilish, balki uni mining qilish ham. Shunga ko'ra, Gonka mining uskunalarini hozirda faqat Nvidia'dan sotib olish mumkin. Va bu uskunalar uchun 1 yil oldindan navbatga yozilish kerak. Yillar davomida kutmaslik uchun minglab ma'lumotlar markazlari ushbu uskunani sotib olishlari uchun. Nvidia'dan mustaqil ravishda, balki uni bevosita Bitfury'dan sotib olish uchun. Bitfury ushbu uskunani ishlab chiqarishni boshladi. Yaqin orada biz bu uskunani ko'ramiz. U quvvati va Gonka qazib olish tezligi bo'yicha Nvidia'ning mavjud analoglardan 10 barobar ustun bo'ladi. Shunga ko'ra, bu biz uchun ushbu uskunaga ega bo'lish va undan Gonka qazib olishda foydalanish uchun katta imkoniyatdir.
Shunday qilib, biz yirik sarmoyadorlar ortidan boramiz. Yirik sarmoyadorlar o'z qarorlarini faqat puxta oylab va barcha texnik shaffoflik hamda xavfsizlikni tekshirgandan so'ng qabul qiladilar. Xususan, Gonka protokoli turli auditlarga, barcha kuzatuvchilarga, barcha zarur hujjatlarga, ma'lumotlarga, tokenomika va oq qog'ozga ega. Bularning barchasi Gonka saytida mavjud. Siz bular bilan mustaqil tanishishingiz, topishingiz, Bitfury intervyusini topib tanishishingiz mumkin. Ha, tushunish, Forbes'da ushbu bitim, tokenlar sotib olish va investitsiya kiritish qarori haqidagi maqolalarni o'qish. Bu sizga to'g'ri yo'lda ekanligingizni, yirik sarmoyadorlar ortidan borayotganingizni ko'rsatishga yordam beradi. Ya'ni, agar yirik sarmoyadorlar Gonkaga shu narxda kirishsa, demak, bu biz uchun ham ushbu imkoniyatdan foydalanish uchun noyob imkoniyatdir. Formula platformasida bugun ro'yxatdan o'tadigan har bir ishtirokchi uchun mayningda 20 $5 sovg'a qilinadi. Ushbu bonus, yana qutlov bonusi, ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab faqat birinchi oy davomida amal qiladi. Ushbu bonus haqida batafsil ma'lumotni sizni ushbu tadbirga taklif qilgan yoki ushbu vebinar yozuvini ko'rsatgan mentoringiz yoki kuratoringizdan so'rashingiz mumkin. Batafsil shartlar bilan shaxsiy kabinetda tanishishingiz mumkin. Ushbu qutlov bonusini qanday olish mumkin? Platformadagi 3 haftalik qisqacha natijalar bugun ertalabki holatga ko'ra. Aytgancha, bu bugun ertalabki holat, kechqurunga borib esa. Ma'lumotlar 10% ga ko'payish tomonga bir necha barobar o'zgarib ulgurdi. Demak, bizda 653 ta hamkor bor. Ularning bir qismi fevralning oxirgi kunlarida ro'yxatdan o'tgan. 27-28 sanalarda, martda esa 450 kishi. Bugungi kunda bu 670 kishi. Buning bilan sizlarni tabriklayman. Qisqa 3 hafta ichida 189 ming ust. Bu bizning pulimiz natijasi. Uskunalarga yuklangan. Bugungi kunda bizda Nvidia infratuzilmasi ishlamoqda. Ya'ni 200liklar, 32 ta blok, 8 talik 200liklar. Ushbu nodaning kaliti bizda ko'rish uchun allaqachon mavjud. Ya'ni hamkorlarimiz u yerga kuniga taxminan 2800, 2700, 2500 ta token kelayotganini ko'rishmoqda. 2 ta 8 talik 100liklar. Ikkinchi nodamiz ishlayapti. Unga ham havola mavjud. Shunga ko'ra, u yerga kuniga taxminan 1900, bir necha ming token keladi. Hozir Gonkongdagi nodalar ishga tushirilmoqda. Demak, kengaytiriladigan noda juda moslashuvchan. Biz uni tezda kengaytira olamiz. Bu bizga bugungi kunda tezda ulash imkonini beradi. Shunday qisqa modullarni qisqa sprintlar bilan, ya'ni 4-nodamizni kutganimizdek to'planishini kutmasdan, u yerda juda katta miqdordagi mablag'ni to'plagan edik, chunki biz 1 oylik emas, 3 oylik shartnomaga kirganmiz. Shunga ko'ra, yaqinda bizda yangilik bo'ladi. Bu haqda avval ma'lumot yo'q edi. Mijozda tanlov bo'ladi. U 1 oylik shartnomaga kiradimi yoki 3 oylikmi? Ya'ni bizda 3 oylik noda paydo bo'ldi. Shunga ko'ra, tanlash imkoniyati bo'ladi. 1 oylik shartnomada bir oz qimmatroq mayning qilish yoki 3 oylik shartnomada bir oz arzonroq. Ya'ni 3 oylik shartnoma tannarxni yanada pasaytiradi. Shuni tushunish muhimki, hozirda u yerda tannarx taxminan 0,5, 0,6, 0,55, 0,7 atrofida o'zgarib turibdi. Bozor qiymati esa $1. Ya'ni biz mayning orqali kirib, bozordagidan 30% chegirmaga ega bo'lyapmiz. Va bizning dastlabki 2 ta nodamiz 7-sanada ishga tushirilgan edi. 3-sanada, 3 va 4-nodalar bugun ishga tushiriladi. Kalitlar paydo bo'lishi bilan, ehtimol, ular hozir ushbu vebinar davomida paydo bo'lgandir. Bu menga qiziq. Ular paydo bo'lishi bilan, kalitlar paydo bo'ldi. Demak, bizda katta noda paydo bo'ldi, demak. 3 oyga 40 ta H100lik shartnomamiz paydo bo'ldi. Va 16 ta H100lik yetkazib beruvchi sinovlarda turibdi. Shuni tushunish kerakki, nodani efirga chiqarishdan oldin, bu bizning nodamiz ekanligini
Ya'ni bu qanday sodir bo'ladi? Ya'ni ma'lumotlar markazi bilan shartnoma tuziladi. Aytaylik, bizda 100 ming ust bor. Biz mana shunday nodani ijaraga olishga tayyormiz. Ma'lumotlar markazi bizga noda taklif qildi. Keyin sinov muddati keladi. Ya'ni bu ertaga tokenlar tushadi degani emas. Ya'ni sinov muddati davomida poyga sinov nodalari ishga tushiriladi. Ular ishlash vaqti va nosozliklar soni bo'yicha sinovdan o'tkaziladi. Ya'ni poyga sinov muhitida ishlaydi. 3 kunlik sinovdan o'tgandan keyin. Faqat shundan keyingina biz buni shartnomaga kiritamiz. Boz ustiga shartnomalarimiz shundayki, agar ma'lumotlar markazida qandaydir qoidabuzarliklar, internet yoki elektr energiyasida uzilishlar bo'lsa, ijara kunlari soni o'tkazib yuborilgan kunlarga ko'payadi. Ya'ni biz bu borada o'zimizni juda qattiq sug'urta qilamiz. Ya'ni sizda 30 kunlik shartnoma bo'lishi mumkin yoki uzilishlar bo'lgan bo'lsa, 32, 33 kun bo'lishi mumkin. Siz buni yo'qotmaysiz. Ma'lumotlar markazi buni qoplab beradi. Bu juda muhim jihat. Bugun ikkita ulangan noda haqida kalitlar bilan yangilik chiqadi. Va umumiy qazib olish. Hozir biz kuniga taxminan 7800 king tokeniga chiqyapmiz. Reyting bo'yicha esa, agar biz kuchli 20 talikda bo'lgan bo'lsak, hozir ishonch bilan kuchli 7 lik yoki 8 likka chiqyapmiz. Xo'sh, bu nodalar yoqilishi bilan biz ushbu ma'lumotni yangilaymiz. 3 hafta ichida shunday ishonchli sakrashni amalga oshirganimizdan darhol xursand bo'lamiz. 0 yoki 100 o'rindan biz poyga tokenini qazib olish bo'yicha yetakchi 10 talikka kirib boryapmiz. Shu bilan sizlarni do'stlar tabriklayman va sizlar ham bir-biringizni tabriklashingizni xohlayman. Endi tarixiy misollarga qaytamiz. Boshida ko'rsatgan ba'zi tokenlar qanday qilib yangi bozorlarni ochganini ko'rsatgan birinchi slaydimizga qaytamiz. Bu yerda nimani ko'ryapmiz? Bu yerda ko'ryapmizki, efir dastlab listingdan oldin taxminan 0.3 dan mining qilingan. Listingdagi narx 9 baravar o'sish paytida sodir bo'ldi va listingdan 1 yil o'tgach narx 37 baravarga yetdi. Demak, Solana token. U yerda dastlab 0.2 bilan mining qilingan. Birjada listing 1.9 bo'lgan va keyin bu yerda 4 baravar, ya'ni Solana listingda shuncha o'sdi. 1 yildan keyin esa Solana u yerda 127 baravar o'sdi. Dastlabki sanadan listingdan keyingi 1 yilgacha. Cardano listingda 10 baravar o'sdi va 1 yildan keyin bu 33 baravar bo'ldi. Keyingi tokenlar Avalanche listingda 8 baravar, 1 yildan keyin 132 baravar. Binance Smart Chain BIMB listingda 1,5 baravar va 1 yildan keyin 130 baravar o'sdi. Ya'ni bizda hozirda amal qiladigan 3 ta mo'ljal bor. Hozir Gonka tokenining narxi o'sdi. Xo'sh, taxminan $1 atrofida. Biz bir necha bor harakat qildik. Xo'sh, o'zingiz ham kamida $10,000 ga sotib olishga urinib ko'rishingiz mumkin. Lotlar juda kichik, sotib olish imkonsiz. Narx keskin sakraydi. Taklif cheklangan. Yana o'tda bitimlar juda kam va narx haddan tashqari yuqori. Yana $10,000 ga sotib olishga urinsangiz, Gonka narxini oshirib yuborasiz, balki hatto 2 baravargacha. Ya'ni narxni $1 dan $1,5 gacha ko'tarib yuborasiz. Shunga ko'ra, mining orqali biz u yerdagi narxda kiramiz. 0.6, 0.7 bu o'tdagidan 1,5 baravar foydaliroq. Birinchi foyda mining orqali foydaliroq. Ikkinchi mo'ljal, ikkinchi nuqta bu listingdagi narx. Listingdagi narx umumiy qabul qilinishini anglatadi. Aka-uka Libermanlar bu yil listingni e'lon qilishdi. Bu qachon bo'ladi? 3 oydan keyinmi yoki 6 oydan keyinmi? Bizga farqi yo'q. Muhimi shundaki listingda bu. Mavjud tokenlar mo'ljali bo'yicha hozirgi $1 narxdan 10 baravar, 5 baravar, 4 baravar bo'ladi. Aytaylik, listingda $4-5 bo'ladi. Siz tokenni 70-80 sentdan oldingiz, ya'ni $4-5 bilan siz u yerda o'zingizda. 4 dan 8 baravargacha foyda qildingiz. Bu ikkinchi nuqta. Buni 10 yil kutish shart emas. Bu shu yili sodir bo'ladi.
Bir yildan keyin esa ko'rib turganimizdek ko'plab tokenlar 100 baravar, 30 baravar, 50 baravar va hokazo osgan. Ya'ni bu umumiy qabul qilinishi, platforma va ekotizimning rivojlanishi, demak, bir yillik mo'ljallar ham bor. Va boshida olgan 3, 5, 7 yillik mo'ljallarimiz ham bor. Shundan kelib chiqib 4 ta nuqta. Hozirgi nuqta mining narxi shartli ravishda 0,7. Ots bozori $1. Listingdagi narx $4-5. Listingdan bir yil o'tgach narx u yerda $50-100. 5-7 yildan keyingi narx gonka egallagan edi. 15 trillionlik bozordan 10% $1,5-3 ming. Ushbu ko'rsatkichlardan kelib chiqib, biz juda tez osyapmiz. Va mana hozir biz nima qilyapmiz? Biz boshlayapmiz. Seshanba va juma kunlari o'quv mashg'ulotlarini. Faol ro'yxatdan o'tgan hamkorlarimiz uchun biz biznes nonushtalar o'tkazamiz. Navbatdagi shunday biznes nonushta seshanba kuni 24-martda Moskva vaqti bilan 11 da, Dubay vaqti bilan 12 da va Ostona vaqti bilan soat 1 da bo'lib o'tadi. Biz Formula shaxsiy kabinetidan qanday foydalanishni, hamkorlik dasturi imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni va shu orqali boylik orttirishni ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali biznesni qanday rivojlantirishni. Bizda allaqachon yetakchi, haqiqiy mentor bo'lgan va ajoyib natijalarni ko'rsatgan ekspert hamkorlarimiz bor. Faqat shu 3 hafta ichida va biz sizga ushbu tajribani ulashamiz. Yaqin orada qanday qilib daromadga chiqishni. Oyiga 3 on yoki hatto $100 ming gacha. Mijozlaringizga qanday to'g'ri hamrohlik qilishni, savollarga javob berishni. Mining bilan bog'liq biznesni qanday rivojlantirishni. Mijozlarni qayerdan va qanday topishni. Shaxsiy osish, motivatsiya, maqsad qo'yish bo'yicha vositalarni beramiz va kompaniya bilan $100 ming va undan ortiq miqdorda qanday shartnoma tuzishni ko'rib chiqamiz. Bugungi kunda bizda shunday shartnomaga ega 2 ta hamkor bor. Ha, shunga ko'ra sizning shartnomangiz 3-chi, 4-chi, 5-chi va hokazo bo'ladi. Bizda shunday holat bor. Mijozga oferta, ogohlantirish, saytdagi ma'lumotlar yetarli bo'lmaganda va u VIP hamrohlik, VIP darajani olishga tayyor bo'lganda. U tayyor. Mana, 100 ming va undan ortiq dollarlik mining poygalarini olishga. Shunga ko'ra, biz unga VIP hamrohlik qilib, kompaniya bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomaga olib chiqishimiz mumkin. Bularning barchasi Formula platformasi orqali amalga oshiriladi. Ushbu mijoz baribir sizning mijozingiz bo'lib qoladi. U barcha harakatlarni platformadagi shaxsiy kabinetida bajaradi, faqat qo'shimcha ravishda. Biz u bilan unga ba'zi afzalliklarni beradigan shartnoma tuzamiz. Barcha hamkorlar uchun bizda Formula asosiy o'quv chati yaratilgan. Unga qo'shilish uchun kuratorlaringizga murojaat qiling. Sizni uchrashuvga taklif qilganlarga yoki mentorlaringizga. Agar u top lider bo'lsa, u liderlar chatida bo'ladi. Shuning uchun qo'shilish haqida qayg'uring. O'quv mashg'ulotiga havola tadbirdan 1 soat oldin beriladi. Ya'ni seshanba va juma kunlari. Eslatib o'taman, soat 11 da uchrashamiz. Endi esa Formula platformasining yo'l xaritasi, kelgusi yil uchun strategik rivojlanish rejasi. Xo'sh, aprel oyida qiladigan birinchi ishimiz Formula hamkorlari uchun 2 yaratishga kirishamiz. Ya'ni siz birjalarga borishingiz shart bo'lmaydi, begona joylardan qidirishingiz shart bo'lmaydi. Ya'ni token xaridorlari uchun maydonchalarda listingni kutish shart bo'lmaydi. Agar sizga pul hozir va shu yerda kerak bo'lsa, biz hamkorlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri Formula saytida bitimlarni amalga oshirishingiz uchun sharoit yaratamiz. Kimdir sotmoqchi, kimdir sotib olmoqchi. Hatto hali blokdan chiqarish davri tugamagan, bloklangan tokenlarni ham sotish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni hatto 180 kun kutish ham shart emas. Siz shunchaki mining qilingan tokenlaringizni boshqa hamkorga o'tkazib berishingiz mumkin. Agar sizga shoshilinch bo'lsa, u kutaversin. Bizning maqsadimiz hamon birinchi raqamli pul bo'lish. Buning uchun bizda barcha resurslar mavjud. Ya'ni biz atigi bir hafta ichida 100-o'rindan 20-o'ringa ko'tarildik. 3 hafta ichida esa allaqachon kuchli 7lik yoki 8likka kirdik. Ha, biz bu ma'lumotni yangilaymiz.
Shunga ko'ra, keyingi maqsadimiz birinchi orin. Shundan so'ng Liberman aka-ukalari bilan integratsiya, podkastlar va uchrashuvlar ko'rinishidagi tadbirlar bo'ladi. Keyin biz rejalashtiramiz. Liberman aka-ukalari bilan uchrashuvdan so'ng Turkiya, Vyetnam, Tailand, Qozog'iston va Gonkong kabi vizasiz mamlakatlarda sayyor tadbirlar o'tkazamiz. Nega Gonkong? Yirik fondlar bilan hamkorlik qilayotganimiz sababli bugungi kunda eng dolzarb yurisdiksiya bo'lgan Gonkongda bosh ofis va kompaniya ochish rejalashtirilgan va maqsadimiz formula kapitalizatsiyasini $100 million ga yetkazishdir. Ya'ni 1 yil davomida token qazib olish orqali umumiy aylanmadi. Genik shuncha miqdordagi pul hajmini o'tkazish, keyinchalik strategik rivojlanish rejasiga chiqish uchun. Bitfury kabi fondlar va boshqa qiziqarli yirik fondlar bilan birgalikda kelajakda kengayishni ko'zlaganmiz. Buning uchun bizda qanday vositalar bor? Biz aprel oyiga faollik bo'yicha qiziqarli tadbirlar tayyorlayapmiz, ammo bu haqda biroz keyinroq gaplashamiz. Eng yaqin voqea mart oyida bo'lib o'tadi. U Moskvada bo'lib o'tadi. Bu 25-26 mart kunlari bo'ladigan Crypto Summit. U yerda bizning ahil jamoamiz. Bugungi kunda 12 kishidan iborat tarkibda allaqachon buyurtma berishdi. Mana shunday qiziqarli futbolkalarga. Demak, dizayni biroz yaxshilangan. Ya'ni biz chiptalarni sotib oldik. Ushbu sammitda barchamiz brendlangan kiyimlarda uchrashamiz. Albatta, biz u yerda hamkorlarimiz, boshqalar, tanishlar va do'stlar, shuningdek, yuzlab yoki balki minglab ishtirokchilarning qiziqishini uyg'otamiz. Bu qanday poyga ekanligi? Sizning unga qanday aloqangiz borligi va formulaning bunga nima daxli borligi haqida. Ya'ni bu networking uchun maydonchadir. Va biz qancha ko'p bo'lsak, shunchalik katta wow effektini yaratamiz. Va ushbu tadbir yakunlari bo'yicha biz Moskvada jonli uchrashuv ham tashkil qilamiz. Taxminan 15-20 kishi uchun. Kafeda u yerda kontent yozib olishimiz mumkin. Intervyu yozib olishimiz mumkin. Yozib olishimiz, u yerda balki ertasi kungi podkastlarni yozish haqida kelishib olishimiz mumkin. Brendimizni yanada kuchaytiradigan narsalar va bizni yanada yuqori darajaga olib chiqadi. Xo'sh, endi siz berishingiz mumkin bo'lgan savol-javoblar uchun biroz vaqtimiz qoldi. Agar hali a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, albatta Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Formula va iRus hamda ingliz tillarida. Ushbu kanallarning har birida har bir kanalning o'z chati bor. Ushbu chatlarda miningda qatnashayotgan va qatnashmayotgan barcha hamkorlarimiz muloqot qilishadi. Shunchaki kanal chat. Agar sizga aynan o'qitish bo'yicha chat, yana asosiy chat kerak bo'lsa, u holda kuratorlaringizga murojaat qiling. Yoki mentorlaringizga. Xo'sh, endi siz savollar berayotganingizda men shaxsiy kabinetga kirib ko'raman. U yerda qanday yangilanishlar qilinganini ko'raman. Va ushbu yangilanishlar bo'yicha sizga bir nechta misol ko'rsataman, toki ularni tushunib olish imkoningiz bo'lsin. Va seshanba kungi uchrashuvimizga tayyor bo'lish uchun. Biznesni yanada professionalroq yuritish. Moderatordan chatni yoqishni so'rayman. Chatga mentorlarimizga savollar berishingiz mumkin. Sergey. Igor ulanishingiz mumkin. Biz muntazam yuboradigan Google formadagi savollarni ko'ring. Google formada har qanday savollarni berishingiz mumkin. Va shunga ko'ra siz ularni berayotganingizda men kabinetimizga kirdim. Demak, keling bizda nima paydo bo'lganiga e'tibor qarataylik. Demak, yuqori o'ng burchakda serverlar ijarasi. Va hozirda eng yaqin pul to'ldirilmoqda. 10,000 ustiga. Keling, ko'ramiz. Barcha pullar tugmasi paydo bo'ldi. Mana hozir men barcha pullarni bosyapman va bizda pullar paydo bo'ldi. 8, 13, 18, 19, 17, 16, 15, 14 raqamlar. Ko'ryapsizmi? Ba'zi pullar qat'iy 10 bo'lib ketyapti. Keyingi pul 2800.
Bu joriy. Keyingi pul 1607. Keyingi pul 100 ming. Ha. Ish jarayonida. Ish jarayonidagi pullar bor, faollashtirish bosqichidagi pullar bor va tayyorlanish bosqichidagilar bor. Ya'ni pulning ham turli bosqichlari bor. Shunga ko'ra davom etamiz. Mana bu hisobda aytaylik boshqaruv panelida menda mavjud balans bor. Gink yechib olish tugmasi paydo bo'ldi. Buning uchun Gink hamyoningizni bog'lashingiz kerak. Miningda 25 ust paydo bo'ldi. Ular 13-raqamli pulda joylashgan. Immorg yana ish jarayonida turibdi. Va batafsil tugmasi paydo bo'ldi. Uni bosamiz. Va demak surilma yuklanyapti. Harakat qaysi bosqichda ekanligi. Bu yerda 180 kun ko'rsatilgan. Bu yerda Gink hisoblagichi paydo bo'ldi. Faqat bugun bu yangilanish ishga tushdi. Ushbu shartnoma summasi paydo bo'ldi. Formula platformasidagi raqami, Gink, demak, pul raqami, summa, qancha ust va ushbu pul hajmi paydo bo'ldi. Ushbu pul 100.550 ustga egilgan edi. Shunga ko'ra, siz mining bo'limiga ham kirishingiz mumkin. U yerda barcha pullarni ko'rish, o'z pulingizni ko'rish mumkin. Boshqaruv panelida. Aynan seshanba kungi treningda biz ushbu pullar qanday ishlashini ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz. Xullas, ushbu akkauntda qancha hamkorlar borligini, litsenziyalar va uskunalar savdosini ko'rishingiz mumkin. Xullas, biz siz bilan barcha ushbu savollarni seshanba kungi treningimizda ko'rib chiqamiz. Savollaringizga qaytadigan bo'lsak. Dem kel, men senga Google formadan o'qib beraman. U yerda bir-ikkita savol berishibdi. Ehtimol bir kishi so'ragandir. Birinchi savol: GNK chiqarish mexanizmi haqida batafsilroq. Har bir mijoz o'z telefonida o'zining sit frazasi bilan GNK tokenlarni saqlash uchun hamyon yaratadi. Bu kepir hamyoni. Seshanba kuni uni qanday yaratish, faollashtirish va ishlatish bo'yicha yo'riqnomani ko'rib chiqamiz. Kepir hamyonidan foydalanish, pul chiqarish va o'tkazish uchun GNK tokenlariga ega bo'lish kerak. Dastlabki GNK tokenlarni bizning platformamizda, ya'ni miningdan keyin olasiz. Istalgan summani miningga qo'yasiz, summa ishlay boshlashi bilan. U 30 kun davomida ishlaydi va balansingizda summa paydo bo'ladi. Qancha tokeningiz borligi ko'rinadi. Ushbu tokenlarning bir qismi muzdan tushishi bilan, ular kuniga 180 dan bir qismdan ochiladi. Sizda ularni hamyonga chiqarish imkoni bo'ladi. Shunga ko'ra, Keplr hamyoningizni platformaga ulaysiz, chiqarish tugmasini bosasiz va ular hamyon balansingizga tushadi. Ya'ni ular ushbu hamyonda gaz vazifasini ham bajaradi. Shunday qilib, siz ularni tasarruf etishingiz, birjaga, OTCga yuborishingiz, bir-biringizga o'tkazishingiz va ishlatishingiz mumkin. Pulni miningga qo'yganingizdan boshlab birinchi tokenlarni olguningizcha bo'lgan butun jarayon bir oy ichida sodir bo'ladi. Kimdadir bu maksimal darajada tez sodir bo'ladi. Masalan, bugun qo'ysa, 3 kundan keyin pul yoqilsa, bir haftadan keyin hisob-kitoblar boshlansa va u claiming qilsa, 10 kun, ha. Kimdadir esa pulni qo'ygan bo'lishi mumkin. Pul faollashdi. Masalan, 2 hafta, keyin yana bir hafta, ya'ni tokenlar hisoblanishi va blokdan ochilishi uchun kimdadir bu 3 hafta vaqt olishi mumkin. Ya'ni 1-3 hafta, har qanday holatda 1 oy ichida siz qandaydir token olasiz va 180 kun ichida barcha tokenlaringizni olasiz. Komissiya bormi? Chiqarish uchun komissiya. Xullas, bugungi kunda GNK tokendagi komissiyalar bo'yicha hozircha ularni hali joriy etmadik va tasdiqlamadik. Shunga ko'ra, birinchi chiqarish shu oyga rejalashtirilgan. O'shanda tasdiqlaymiz, lekin bu kichik komissiya bo'ladi. Har qanday holatda ham biz buni hisobga olishimiz, foydalanuvchidan olishimiz kerak, chunki mikrotranzaksiyalar juda ko'p.
Har bir tranzaksiyani agar amalga oshirsak, yana har kuni hozir 600 ta foydalanuvchi bor, 1000 ta bo'ladi. Bu esa o'z navbatida 30 kunda 30 mingta tranzaksiya degani. Xullas, bu juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun biz tranzaksiyalarni hozircha haftada bir martagacha qisqartirdik. Mijoz uchun komissiyalarga kamroq sarflash, ko'proq tejash va ko'proq tokenlarga ega bo'lish uchun. Tasdiqlaymiz. Ya'ni birinchi yechib olishga 1% atrofida minimal komissiyani tasdiqlaymiz. Xo'sh, o'sha odam yana savol beryapti. Mayning taxminan 1 oy davom etadi. Mijoz yangi summa kiritish kerakmi? Aytganimdek, hozir bizda 1 oylik va 3 oylik kontraktlar bor. Shunga ko'ra, bizda summani qancha muddatga, 1 yoki 3 oyga ishlatishni tanlash tugmasi paydo bo'ladi. 1 va 3 oy o'rtasidagi farq shundaki, 3 oyda chegirma bo'ladi, yana foydaliroq, yana biroz ko'proq token olasiz. Agar siz doimiy ravishda mayningga yubormoqchi bo'lsangiz, moliyaviy rejangiz doirasida har oy mayningga yuborishingiz mumkin. Agar siz hamkor bo'lsangiz va hamkorlik dasturi orqali doimiy ravishda ustda foyda olayotgan bo'lsangiz, xohlasangiz har kuni yangi kontraktlar ochib, mayningga qo'yishingiz mumkin. Aytaylik, bugun 100 ust ishlab topdingiz, mayningga yubordingiz. Ertaga 1000 ishlab topdingiz, mayningga yubordingiz. Ya'ni mayningga yuborishlar soni cheklanmagan. Muhimi, litsenziyangiz bunga ruxsat bersa bo'ldi. Aytaylik, agar siz mayningga ko'p yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizga katta litsenziya kerak bo'ladi. Litsenziyaning o'ziga xos afzalliklari bor. Shuning uchun hamkorlik dasturi tafsilotlari va platformada ishlashning nozik jihatlarini tushunish uchun hamkorlik uchrashuvlarimizga albatta keling. Xullas, chatda yana savollar yozishyapti. Kimdir kirgan va o'zgarishlarni ko'rmayotgan ekan. Mining bo'limiga kiring. U yerda batafsil ma'lumot bor. Barcha o'sha hisoblanganlarni emas, balki barcha summalaringizni, depozitlarni va hokazolarni ko'ring. Bularning barchasi allaqachon ko'rinyapti. Saytimiz efirdan 30 daqiqa oldin yangilandi. Shunga ko'ra, kirib, bugungi va kechagi quick fayllarni tozalash kerak. Tizimdan chiqib, qaytadan kiring. Shunda yangilanish yuklanadi. Bu yerda sayt bo'yicha yana savollar bor. Kabinetda tokenlar hisoblanishi nimaga bog'liq? Men a'zo bo'lgan pulning yig'ilishgami? Kabinetda tokenlar hisoblanishi birinchidan, mayningda qatnashayotganingiz yoki yo'qligingizga, platformaga ust qo'yganingiz yoki yo'qligingizga bog'liq. Sizning mablagingiz pulda bo'ladi. U hozir yigilyapti yoki allaqachon yigilgan. Agar u allaqachon yigilgan bo'lsa, sizning pulingiz nodaga yuklanish uchun navbatga turadi. Pulingiz nodaga yuklangan yoki yuklanmaganiga qarab. Agar yuklangan bo'lsa, demak noda allaqachon yoqilgan. Qazib olish boshlandimi yoki yo'qmi? Mana bir nechta parametrlar. Shunga asoslanib, pullaringizda shkala bor. Uni hozircha mustaqil o'rganishingiz mumkin. Seshanbagacha. Seshanba kuni buni ko'rib chiqamiz. Ya'ni u yerda yigim bosqichi aniq ko'rinib turadi. Ayni damda yoki yuklash bosqichi, yoki mayning bosqichi, yoki blokdan chiqarish bosqichi. U yerda bu bosqichlar yozilgan va siz buni tushunishni o'rganasiz. Kamida bitta skillni otab, pullaringiz qanday ishlashini tushunib olasiz. Yana bir savol. Pul raqami orqali qaysi videokarta o'rnatilganini bilsa bo'ladimi? 200 mi, 600 mi va foydasi qancha? Ha. Hozir yangilanishlar ko'rib turganingizdek 30 daqiqa oldin yakunlandi. Hozir keyingi yangilanish davomida bizning mutaxassislarimiz birinchidan, bugun ishga tushgan yana 2 ta nodani bloklashadi. Bizda ishga tushyapti. Yana ko'rinadi. Kabinetda nodaning 4 ta kaliti aks etadi va qaysi pul qaysi nodada ekanligi bo'yicha tartiblash va bloklash bo'ladi. Yana shuni tushunish muhimki, bizda aytaylik $38,000 bitta noda bor. U yerda 170 minglik noda bor. U 3 oyga, shartnoma bo'lingan. Ya'ni sizning shartnomangiz ushbu nodalarning qaysi birida joylashgan. Ya'ni pul miqdori bu shartnoma. Shartnomalar pullarga birlashadi, pullar esa nodalarga tushadi. Va shartnoma qaysi pulda ekanligini va sizning
Pulingiz qaysi nodada ekanligini tushunish uchun bu mantiq bog'lanish amalga oshiriladi va shunga muvofiq siz ushbu havolalarni bosib, aynan sizning nodangiz kecha, o'tgan kuni va hokazo qancha token berganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yana ikkita savol. Ulardan biri. Pul umuman stoykadagi aniq jismoniy uskunaga bog'langanmi? Xo'sh, hozirgina hadeb javob berdi. Bizda to'rtta noda bor. Barcha mablag'laringiz yoki birinchisiga yoki ikkinchisiga yoki uchinchisiga yoki to'rtinchisiga yuklangan. Axir bu odam savol beryapti. Pul nodiga yuklanishi nima degani? Jismoniy texnik nuqtai nazardan onk allaqachon o'rnatilgan va ishlayotgan uskunaga qanday ta'sir qiladi? Mana qarang, bugun nodalarimizni ha 3 va 4-sini yoqishimiz bilan. Ha heshlar ko'rinadi, testlar o'tadi, hammasi paydo bo'ladi, kalitlar. Va mana ertaga va indinga, shanba, yakshanba uchun pullar keladi. Va mana ular o'ntaliklarga yigiladi. 1 o'ntalik, 2 o'ntalik, 3 o'ntalik yigildi. Shunga ko'ra, biz ma'lumotlar markaziga yangi nodani ulashga tayyorligimizni, bizda 30 ming borligini ma'lum qilamiz. Ma'lumotlar markazi bizga nodalar ajratadi. U yerda 600liklar, 200liklar, va aytaylik, ular 38 ming turadi. Demak, biz yana 8 mingta qo'shamiz va mana shu to'rtta pul yangi nodlarga o'tadi. Yangi nodga 5-nodimizga va unga bog'lanadi. Ya'ni bog'liqlik paydo bo'ladi, havola paydo bo'ladi va bu jarayon 3 kun davom etishi mumkin. Eng yaxshi holatda yoki eng yomon holatda u yerda 10 kun yoki qanchadir kun. Bo'ldi, hamma javob berdimi? Xo'sh, do'stlar, men sizni bir nechta jihatlar bilan tabriklayman. Birinchidan, ya'ni biz juda tez sur'atlar bilan rivojlanyapmiz. Ikkinchidan, biz reytingda ishonch bilan harakat qilyapmiz. Uchinchidan, bizda zo'r ayti bor. U platformamizni doimiy ravishda takomillashtirib bormoqda. To'rtinchidan, biz birinchi tokenlarni olishga va ularni foydalanuvchilarimiz hamyonlariga tarqatishga yaqinlashyapmiz. Beshinchidan, biz yo'l xaritamiz bo'yicha ishonch bilan harakat qilyapmiz. Oltinchidan, biz kelasi haftadayoq Moskvada foydalanuvchilarimiz bilan uchrashamiz. Yettinchidan, aprel oyida bizni shunchaki aytaylik. Biz hozir yaratayotgan poydevor asosida portlovchi kengayish, o'sha poydevor ustida qurilish kutyapti. Mana biz poydevor yaratdik. Platforma, hamjamiyat, o'qitish, funksionallik, ish, nod, bog'lanishlar. Va bularning barchasini biz siz bilan birgalikda kengaytirishni boshlaymiz. Aprelda. Ya'ni biz ishonch bilan top birga qarab ketyapmiz. Bugungi uchrashuvga kelganingiz uchun tashakkur. Keling, YouTube kanalimizda paydo bo'ladigan videoni yana bir bor ko'ramiz. Va yangi uchrashuvlargacha. Agar savollaringizga javob berishga ulgurmagan bo'lsam, keyingi efirda albatta javob beraman. Google formaga yozing. Yangi uchrashuvlargacha. Xayr.